76. numara. Yaxshimi, sizning yordamim kerak. Bak kahve tokkaçlap ben siz otke. Toqqa bo'ldi, yana nima yordam lazım? Ha, lazım. Ma yuvanı ko'rib bakalım neç pul qapti ekanlar. İşte yana 20 koy qapti efendim. Yana başqa yordam lazımmi? Resimga tatib qo'ysangiz otke, meni bir to'shaq olmay turadigan. Nima qilaman? Yana başqa yordam lazımmi? Ha, lazım. Bak kompüterden bir juban nesini bir tekshirsak otke, buzilib qoldi. Bo'ldi efendim. Yana başqa yordam lazımmi? Ma morfanın alt tarafını bir okşasak otke, ranglarını bir yere kelyapti. Bo'ldi efendim. Bo'ldi efendim, yana yordam lazım. Ma mehvochini qanday ishlatishni bilasiz otke. Ma gitarni bir tanishib bersiz otke, a Jidiyoning ovozi not chiqmadan uxlab qoldi. Bo'ldi efendim, yana yordam lazım. Bana bir hobi o'qib turing, ma Misrandan qiyasini ishlatib nocha bir hobi o'ylaydi. Ma'qul efendim. Mana efendim, yana yordam lazım. Ma işte bir to'xtab bersiz otke, to'q, yetishib qoldi vaqti. Mana efendim, yana yordam lazımdi. Sür bo'ytaq o'g'il 20 yil oldi, bir muhabbet lazımdi. Xo'sh, yana başqa yordam lazımmi? Bir tezsizmi rasmimdan birini siz bergan bo'lsangiz. Bo'ldi efendim. Bo'ldi efendim. Sizga yana yordam lazım. Ma biz bir 10 bersiz otke, to'q selma chaq, qalan olab qopti meniki. Bo'ldi efendim. Ya men kelamdi ekanman da. Bo'lmasa boshqa yerga berib bitiribdan to'g'ri efendim.